Assalomu alaykum. Agar ushbu videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, yozgi 3 oyni to'g'ri rejalashtirishni va undan maksimal foydalanishni va o'zingiz ga kerak bo'ladigan ishlarni va ortiqcha energiyasiz ulgurishni o'rganib olasiz. Aynan bu reja asosida. Xo'sh, 3 oylik yozni qanday rejalashtirish kerak? Hozir kimdir maktabni bitirdi yoki maktab 8-sinf, 9-sinf, 10-sinfni tugatdi. Hozirgi 3 oylik ta'til yokida universitetda o'qirdi va 3 oylik ta'tilga chiqdi yoki 2 oylik. Bu 2 oylik ta'tildan maksimal foydalanish uchun men bitta energiyani to'g'ri taqsimlash uchun rejani yo'lga qo'ydim o'zimda va shuni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Bu rejamiz bir kunni 3 ta blokka bo'ladi. 3 ta blokka bo'linadi. Birinchi blok bu faqat aqliy mehnat uchun. Ya'ni chuqur ish, sizni kuningizni asosiy qismini egallaydigan va ko'p energiya talab qiladigan va sizga kelajakda ko'proq foyda beradigan ish hisoblanadi. Bu birinchi blokka siz deep work, ya'ni chuqur ishni qo'yasiz. Misol uchun siz nimadir fan o'rganyapsiz yoki nimadir skill o'rganyapsiz va o'shani siz birinchi blokda qilasiz. Ya'ni soat ertalabdan obedni 11-12 gacha. Ikkinchi blokka esa ham jismoniy mehnat, ham aqliy mehnat bilan shug'ullanishingiz mumkin bu paytda. Misol uchun biror bir loyiha ustida ishlashingiz mumkin yokida biror bir agar blog yozishingiz, post yozishingiz mumkin yoki boshqa ham jismoniy, ham aqliy, o'rtacha energiya talab qiladigan ishlarni qilishingiz mumkin bo'ladi. Va 3-blokda siz jismoniy mehnat va aqliy mehnat talab qilmaydigan ishlarni qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu paytda siz shug'ullanishingiz mumkin yoki sayrga chiqishingiz mumkin yoki yugurish odatingiz bo'lsa, yugurishingiz mumkin yokida internetdan, YouTubedan foydali kino yoki serial yoki video ko'rishingiz mumkin. Agar ingliz tilini o'rganayotgan bo'lsangiz, ingliz tilida, nemis tilini o'rganayotgan bo'lsangiz, nemis tilida. Mana shunaqa 3 ta blok asosida kunni rejalashtirsangiz, shunda energiya to'g'ri taqsimlanadi va ko'proq narsaga ulgurishlikka va energiyani to'g'ri taqsimlashga erishasiz. Meni yozdagi 3 oylik rejam mana shu qolip asosida rejalashtirildi. Misol uchun ertalab birinchi blokda men faqat universitetimga kerakli bo'lgan o'zimning sohamdagi fanlarni o'qiyman, o'rganaman yoki loyiha ustida ishlayman. Ikkinchi blokda esa mana shu YouTube video olgan bo'lsam, mana shu YouTube videomga montaj qilaman yoki uni to'g'ri qilib post qilib joylayman YouTube'ga yoki ideya yoki reja qilaman videoga, mana shunaqa. Va Dr. Deutsch blogimga post yozishim mumkin. Mana shunaqa ikkinchi blokda. 3-blokda esa zalga shug'ullanishga chiqaman yoki yugurishga chiqaman. Keyin aytib o'tganimdek, nemis tilida video kontent ko'rishim mumkin. Yokida o'zim yoqtirgan serial, kino ko'rishim mumkin va yengil o'zim yoqtirgan bir kitobni o'qib shu vaqtimni o'tkazishim mumkin bo'ladi. Bu maksimal foyda bo'ladi degan umidda shu videoni olishga qaror qildim. Nimaga ushbu qolipni berdim? Chunki ko'plar asosiy o'zi yoqtirgan ishini ertalab qiladi, keyin obeddan keyin energiya tushgan paytda eng chuqur ishlarni, ya'ni nimadir o'rganishlik kerak bo'lgan ishlarni obeddan keyin qiladi. Unday emas. Energiyani to'g'ri taqsimlasangiz, hammasiga ulgurasiz. Agar unday bo'lmasa, aniq ulgura olmaysiz. Shuning uchun harakat qiling energiyani to'g'ri taqsimlashlikka
Mana shu qolip asosida kuningizni rejalashtirib ko'ring. Sog' bo'linglar. Keyingi video kontentlarda ko'rishguncha.